Assalomu alaykum otasi borlar. Bu videoni ko'ring iltimos. 2019-yil Ramazon oyida menga Ramazon oxirlarida telefon keldi. Ivanovo shahridaman, Rossiyada. Umrimizda yarmi mana 40 ga kirgan bo'lsa, yarmidan ko'proq ham safarda o'tdi. Telefon keldi, akam telefon qildilar, aka desam, "Mana shunaqa dedim, seni so'ratdi" dedilar. Hayron bo'ldim-da. Har doim o'zlari qiladi, lekin so'ratdilar degan bir ajoyib bo'lgan. Bering desam, "Yo o'zing kelakansan." Ha, bering desam, "Yo" dedi ki, ko'ngilsiz dedi. Keyin bo'ldi dedim, bordim. Borsam ko'ma holdalar. Gapiradigan gaplarimni gapira olmadim, lekin otam juda ko'p sog'inaman. Otam biroz boshqacha odam edilar. Hammani ham otasi zo'r, ajoyib yumshoq odam edilar. O'zlaridan yomon gap chiqqan odam emas edilar. Hop, bundan uzr qanaqadir emotsiyaga berilib gap gapirdim. Iltimos, otasi borlar. Otani bag'riga bosib, qo'llaridan o'pib, duolarni ko'p o'layni, iltimos sizlardan borlar, qadrlarga yetinglar. Alhamdulillah biz ham yetishga harakat qildik, lekin qandaydir odam sog'inar ekanda. Juda qattiq sog'indim. Bu videoni tayyorlab